Bugun mana Herbalife mahsulotlaridan nonushta tayyorlashni o'rgatamiz. Chunki bu ham nonushta hisobida o'tadi, organizmingizni zo'r to'yintiradi. Birinchi bo'lib aloydan boshlaymiz. Aloy uchun bitta suv quyib olamiz. Mana stakanga suv quyib turib, aloydan bir qopqoq quyamiz. O'zini qopqog'ida quyilaveradi. Endi tezroq natija olib, tezroq tozalanadi. Siz ikkita qopqoq, uchta qopqoq ham ziyon qilmaydi. Chunki bu tabiiy narsa, bu yosh boladan tortib yosh kattagacha umuman ziyoni yo'q, foydasi bo'lsa-ki, ziyoni yo'q. Shuning uchun mana iliqroq qilib ichamiz. Chunki har bitta tanamizga muzdek suv ham, issiq suv ham kerak biz. Iliq suvda ichish kerak, tanaga suvni. Bu aloyga mana 300 gram suvga iliq qilib tayyorladik. Buni mazza qilib endi ichamiz. Ko'plab ichamiz. O'tirgan holatda ichamiz. Endi aloydan keyin choy ichiladi, lekin kokteylni birinchi tayyorlab qo'ysak, choy ichgunimizgacha u tinib turadi. Pishib, chiroyli bo'lib, yoqimli ta'm bo'lib qoladi. Hozir mana 400 gram suvni blenderga quyamiz. Blender bo'lmasa, choperda ham qilsa bo'ladi. Xohlasanglar, mana bu shakerlarimiz bor, shakerda ham qilsa bo'ladi. Sharoitga qarab. Muhimi chiroyli aralashish kerak. Qancha ko'p chiroyli aralashsa, ta'mi shunaqa shirin bo'ladi, yoqimli bo'ladi. Bitta qovunlikdan, bitta shokoladlikdan qilib ichib olaman o'zimga. 2 qoshiq bir kishiga yetadi. Endi oshig'i ham ziyon qilmaydi. Ko'proq qoshiq so'siz ham bo'laveradi, lekin ikkita yetadi. Keyin bitta qoshiq oqsildan ham qo'shsak, bu oqsil rosa yana ham to'qlik hissini beradi. Keyin ozayotganimizda tortilib, chiroyli ozishimizga yordam qiladi. Oqsildan bir qoshiq solamiz. Mana endi chiroyli qilib ularni qopqog'iga aralashtirib, endi buni mana tindirib qo'yamiz, tiz turadi. Biz ungacha choy ichib olamiz. Choyni mana shu stakanimizga bitta suv quyib olsak, tagida cho'kindi bo'lib qolib ketmaydi. Mana bitta issiq suv quyib oldim. Endi choyga issiq suv bo'laveradi. Xohlasa iliq suvda iching, lekin issiqqina ichsak yaxshi. Choyni mana qoshiqchani orqa tarafida bitta solinadi. Bitta ko'proq so'siz ham bo'laveradi, ziyoni yo'q. Buni issiqqina qilib ichib olamiz. Bu ham 400 gram suv bo'lsa bo'ladi. Mazza qilib ichib olamiz. Buni ham o'tirib esdan chiqmasin. Ichimlik endi sekin kokteylni yana bitta aralashtirib qo'yamiz. Aralashtirdik, endi kokteylni mazza qilib ichib olamiz. Bu bizning ovqatimiz, nonushta. Vitaminga boy, kaloriyasi past, oqsillarga boy, chunki bu organizmimizga kirib hazm bo'lib o'tirmaydi, singiydi hujayralarimiz to'yintiradi, axlatlar yoqqa aylanmaydi. Hozir nonushta. Buni ham o'tirib, ko'plab ichamiz. Mana shu qornimizni to'yg'izadi. Juda ham mazali bu kokteyl. Har xil ta'mi bor, ta'miga xushligi bor. O'ziga yoqqan ta'mni tanlab, tayyorlab ichasiz bo'ladi. Keyin har xil qilib ham ichasiz bo'ladi. Mazza qilib ichasiz.